Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin en meşhur büyük eseri Sahih Bukhari namlı kitabını bugün tunji dersini başladık. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh kitabının beşini vahiyninki qandaq başlanğanlığı haqqidagi mezmunlarni yezibdi. Birinci babda mundaq debdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a vahiy qaysi şekilde başlanğan degan babni birinci o'rinda başta yezibdi. Bu babga texmi bir ma'no qo'shish uchun tövendeki ayetni dalil qilibdi. Estaizu billah. İnna awhayna ileyke kema awhayna ila Nuhin ve nebiyyin min ba'di. Biz ey Muhammed aleyhissalatu vesselam biz sana mı vahiy qildik. Xuddi biz senden burunqi Nuh ve Nuh'dan keyingi peygamberlerge vahiy qilgandek. Yani vahiy tushirganga o'xshash biz sana mı vahiy tushirdik deydi. Bu vahiyning başlanışı Peygamber aleyhissalatu vesselam'daki peygamberlik makamının başlanğanlığının ifadesi bo'lg'achqa shuni shu vahiyninki başlanışıdan bu kitobni yozgan bo'lishi mumkin. Ama bu adam babga vahiyning qandaq başlanğanligi haqida babni yezib qo'ygan bilan bu bab bilan munosabati yo'q bir hadisni aytgan. Bu hadisni o'qib chiqaylik. Bu birinchi hadis. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh aytdiki bizga Abdullah ibn Zubayr el-Humaydi degan olim hadis bayon qilib bergan edi deydi. Bu kishi İmam Buxoriyninki hamda undaqda ustoz bo'ladi. İmam Buxoriy shu Humaydi Abdullah ibn Zubayrdan anlagan. Bu Abdullah ibn Zubayr Peygamberimizdeki zamanındaki sahabe Abdullah ibn Zubayr emas. Bu Humaydi Abdullah ibn Zubayr degan kishi Mekke'de yaşagan, Mekke'de vafat bo'lgan Hijriyaning 219-yili Mekke'de ölüp ketgan adam. Bu adamniki Musnadul Humaydi, yani Humaydi Musnad deydigan bir hadis kitabı var. 1300 hadisini tarkib topgan. Buni sahabalarniki isim tertibi bo'yicha bu hadislarni yezib chiqqan bu kitapta. Bu Humaydi degan bu kishi olimlarniki asosan birdek bahası bilan ishonchlik imom degan sifatga erishgan. Endi bu hadis ilmida ham bir olimni, bir muhaddisni, raviyni ishonchlik deb sifatlash nihoyat ulug' bir maqom bu. Bu sifat shu kishidan ilingan hadisniki sahih ekanligiga dalolat va ifodasidir. Hamda Humaydi Abdullah ibn Zubayr bu aytdi bizga Sufyan hadis bayon qilib bergan edi deydi. Hamda bu Sufyan Humaydining ustozi bo'ldi. Bu Sufyan ibn Uyayna degan kishi bo'lib, bu Iroqniki Kub shahrida tug'ilib, Hijriya 198-yili shu yerda o'lib ketgan. Asosan ulamolar bu odamniki hadisniki sahih hadis ekanligiga ittifoq qilgan. Bu kishi shu nihoyat doniq hadis olimlarininki biri. Bu Humaydi bu odamning shogirdi bo'ldi undaqda. Hamda bu hadisni Sufyonga so'zlab bergan kishi Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Bu İmam Sufyon'niki bu bir ustoz bo'ldi. Yahya ibn Sa'id al-Ansari kim o degan vaqtida bu Madinadagi doniq qozisi, muftisi, Madinadagi doniq 7 faqih bor ayni vaqtida. Shu 7 faqihninki hammasining bir shogird bo'ldi. Masalan, Sa'id ibn Musayyibni o'qigan bu odam. Bu kishi ba'zi olimlarning ko'z qarashida 300 hadis, ammo İmam Zahabiyning ko'z qarashida 600 yoki 700 hadisni yodib bilgan deb shunday ta'riflandi. Bu kishi Abbasiylar davrida Abu Ja'far al-Mansur'niki talibi bilan Iroqqa ketib, Iroqda shu yerda bir qozilik bilan shug'ullangan. Bu odam Hijriyaniki 143 yoki 146-yili 70 necha yoshda Iroqda o'lib ketgan. Sufyan ibn Uyayna Yahya ibn Sa'id al-Ansarining shogirdi bo'ldi. Bu kishidan anlagan bu hadisni rivoyat qilgachqa. Bu Yahya ibn Sa'id al-Ansari İmam Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in degan doniq hadis olimlarining ko'z qarashi bo'yicha ishonchli olim deb qaragan. Hatto İmam Ahmad ibn Hanbal kishilarning ichida eng mazmut odam deb sifatlangan bu odamni. Hamda Yahya ibn Sa'id al-Ansari deydi, "Menga Muhammad ibn İbrahim at-Taymi degan odam menga xabar bergan" deydi. Hamda bu Taymi deganlikdan bu kishiniki Abu Bakr Siddiq bilan bir jamoat odam ekanligi chiqib turdi. Bu kishi Madinada yashagan
eng dağınıq Mədinədəki eyni vaxtdakı fəqih alimlərdən hadis rivayet qılğan nurgun sahabelardan. Bu kişini ulamalar bunu işencilik alim deb sübətləgən bunu. Bu kişi mi şu Mədinədə yaşab, Mədinədə ölüb ketgan. Mədinənin eyni vaxtdakı işencilik büyük yitik ulamalarından biri. Bu adam Muhammed ibn İbrahim el-Teymi Alqamet ibn Vaqqas el-Leysi'den anlap ekan. Hamda Alqamet ibn Vaqqas degan kishi o'zimi bu kishimi shu hadis rivoyat qilgan, hadis bilan shug'ullangan ulamalardan bo'lib, bu kishi nurg'un sahobalardan hadis rivoyat qilgan deyilibdi. Masalan, Abdullah ibn Umar, Oyisha radhiyallohu anha, Hazrati Umar qatorliq sahobalardan hadis rivoyat qilgan. Bak ko'p hadis bo'lmasmi? Bir qancha hadislarni rivoyat qilganligi, bayon chiqarganligi, anglaganligini bayon qildi. Bu kishini masalan bir qism hadis olimlari, masalan Imom Nasaiydak olimlar bu kishini shenjilik odam deb baho bergan bu odam. Bu odamni Abdulmalik ibn Marvonniki zamonida o'lib ketgan ekan. Hamda bu odam deydi, men Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan anglagan edim munbarlik vaqtida deydi. Bu hadisni Ömer ibn Xattob munbarda turib so'zlaganda bu odam anglab ekan. Hazrat Ömer radhiyallohu anhu Raşid xalifelerden ikinci xalife, Peygamberimizdeki qayntisi, Peygamberimiz üçün nayet can pidalık bilen, ixlas bilen köygen bir sahabalarniki biri. Bu tefsilatga qaragan kişiler, mesela Ömer ibn Xattob'niki tarihi hakkında sözlengen derslerge müracaat qilsanlar bo'ldi. Endi sahabalarniki hemmisi işencilik. Buniki adalet hem cihette işencilik. Bularning hadisi mutlaq qabul qilindi sahabalarniki hadislari. Endi bu adam deydi Ömer ibn Xattob emdi deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның mundaq deganligini anglagan edim. Hamda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh mush hadisni anglash uchun orliqda 6 adamdan İmam Buxoriyga yetib borgan gap. İmam Buxoriy bu yerda 7-chisi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'la İmam Buxoriyning orliqda 6 adam bor, mush hadisni zanjir samon deb bergan. Bundan ko'rib olsak bo'ldi. İslam tarixida Peygamberimizdeki hadisiga bo'lgan ishonch, talab, kuchlik shu ahilda. Mesela her bir hadisini sözlegen adamniki salayetini inçke holatda tekshiradigan ahvol mavjud. Orliqda mesela bir hadisni anglab yoki uzilib qolgan odamni bo'lsa, mesela kurashmagan odamlar bir-biridan yoki anglamagan holatdagi hadislar asosan qabul qilinmaydi. Bunday hadislar zaif hadis qatorida muomil qilindi. Demak, bu hadisniki sahihlik kelib chiqib turdi. Har bir odam o'zining anglaganligini, bir-biriga ustoz bo'lgan, shogird bo'lgan aloqa, hatto Imom Buxoriy va Humaydidan bevosita anglaganligini bayon qilyapti. Undaqda bu hadis sahih hadis bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday debdiki, amallar niyatga bog'liq. Bu yerda amal degandan maqsad shu qalbdan boshqa bütün a'zolarningki ish harakatini bu yerda amal deymiz. Mayli tilning bo'lsin, mayli qo'lning bo'lsin, mayli putning bo'lsin, mush a'zolarda bejirilgan amallarning hammasi niyatga biqib, niyat qarta bo'ladi deydi. Bundaqda har qanday bir ish harakatning amalning to'g'ri xato bo'lishi qalbga bog'liq, qalbga bog'liq. Ko'rinishda shu amal yaxshidek ko'ringan bilan, ammo qalbdagi iroda, niyat to'g'ri bo'lmasa, o ko'rinishda yaxshi ko'ringan amal bizga yaxshi mo'l usul bermaydi. Masalan, bir qism odamlar go'zal amallarni qilish orqali nifoqlik qilish mumkin, xiyonat qilish mumkin, shpionlik qilish mumkin. Qalbi buningki yaxshi bo'lib sap, qalbi durust bo'lmagan ahvolida buning ko'rinishdagi yaxshi amali hargiz buningga yaxshi natija kelib kelmaydi. İnsan nima niyat qilsa, shu niyatiga qarta bo'ladi deydi. Niyatiga ko'ra yaxshi yoki yomon mukofotni oladi demakda. Endi kim ma'lum bir dunyoga erishish uchun hijrat qilgan bo'lsa, shu dunyoga erishadi. Masalan, mol dunyo tepish uchun, iqtisod to'plash uchun hijrat qilib, safar qilib qilgan bo'lsa, shu niyatiga qarta shunga erishadi. Yoki bir ayol bilan to'y qilmoqchi bo'lish niyati bilan bir yurtdan bir yurtga ko'chib hijrat qilgan bo'lsa, shuni oladi. Demak, bu odam her insan nima uchun hijrat qilgan bo'lsa, shu hijratda shuning qarta bo'ladi-ki, shuning natijasini ko'rdi deydi bu hadisda. Bundaqda bu hadisdan shuni biz ko'ra olamizki, qalbimiz saf, suzuk,
niyetimiz durust bo'lgan vaqtida bu bizdeki qalbdagi bu durustlik, bu soplik bizniki harakatimizga, hatto amalimizga ta'sir ko'rsatadi. Bir qism ulamolar debdiki, bu hadisda qanday vaqt degan payg'ambar alayhisolatu vasallam deganda, Makkadan bir odam Madinaga hijrat qilibdi-da, Ummu Qays deydigan bir ayol Madinaga hijrat qilib kelgan ekan. Shu ayolni ilish, to'y qilish niyatida bu odam Makkadan Madinaga hijrat qilgan ekan. Shu munosabat bilan payg'ambarimiz shu hadisni degan dedi. Haqiqiy Allohning rizoligini ko'zlab hijrat qilgan bo'lsa, u boshqacha, bir ayol bilan to'y qilish uchun hijrat qilgan bo'lsa, bu boshqacha bo'ldi dedi. Demak, har odam o'z niyat qilgan orzusiga shunga loyiq erisha oladi demoqchi bo'lsa kerak bunida. Bu hadisni Imom Ahmad rahmatullohi alayhi islomniki asosi deb qaragan bu hadisni. Hem İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bu yerda vahiy to'g'riliq bir bobni bayon qilib qo'yib, vahiy bilan aloqasi yo'q bir hadisni aytib Nemishqa degan vaqtida har qanday amalimiz, mana shu kitob yozishda bo'lsin, kitob o'qishda bo'lsin, dunyodagi har qanday harakatimiz bizniki shu niyatimizga bog'liq. Agar niyatimiz durust, xolis, sop bo'ladi ekan, bu qalbimizdagi niyatninki sopligi bizning harakatimizga, stilimizga ta'sir ko'rsatadi. İmam Buxoriydan boshqa, mesela İmam Nevevi qatorliq olimlarmi o'ziniki bir qism kitoblarini mush hadis bilan boshlagan. Chunki bu hadis islomniki bir asosi, bir cho'ng bir prinsipi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Dersimiz mushunday oxirlashdi bugungi dersimiz.